Nogironligi bo'lgan farzandlari bor onalar uchun pensiyaga chiqishda qanday imkoniyatlar berilgan? Albatta, bu borada ham nogironlik farzandi bor onalarga bir qancha imtiyozlar berilgan. Xususan, shu fuqarolarni davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 12-moddasi Z bandida ham shu nogiron farzandi bor onalarga ularni 8 yoshgacha tarbiyalagan bo'lsa va kamida 20 yillik ish stajiga ega bo'lganlarida umumiy belgilangan yoshni 5 yilga qisqartirilgan holda yoshga doir pensiyalar tayinlandi. Ya'ni ayollarimiz uchun pensiyaga chiqish yoshi umumiy 60-55 yoshda 20 yil staj bilan tayinlanadigan bo'lsa, nogiron farzandi bo'lganligi sababli ularga 50 yoshga doir pensiyalar tayinlanadi. Bundan tashqari nogiron farzandni tarbiyalagan onalarga ish stajlarida ham imtiyozlar belgilangan. Ya'ni aytaylik, o'sha nogiron farzandini tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib ishlashga imkoni bo'lmagan davrlarini mehnat staji tarkibiga qo'shish imkoniyati ham bor. Bunda o'sha ayol kishini, demak, o'zini ish haqi olib ishlagan ish staji 7 yilni tashkil qilishi talabi qo'yiladi. Undan keyingi davrlariga, demak, nogiron farzandga qarab turilgan davrlar ham ish staji sifatida inobatga olinishi mumkin. Ana shu nogironligi bo'lgan farzandiga qarab turgan davrini onalar qanaqa qilib tasdiqlashi mumkin? Qayerdan tasdiqlanadi? Bolalikdan nogironligi bo'lgan onalar, demak, 8 yoshgacha nogironligi belgilanganligini tibbiy ijtimoiy mehnat ekspertiz komissiyalari tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan nogironlik belgilash to'g'risidagi xulosalar asosida pensiya jamg'armasiga axborot tizimlari orqali yuborilgan ma'lumotlar asosida inobatga olinadi. Demak, 20 yil staji bo'lsa, nogironlik bo'lgan farzandlar onalari 5 yil oldin pensiyaga chiqishi mumkin. 50 yoshdan. Undan kam staji bo'lsa, lekin chiqa olmaydi, to'g'rimi? 50 yoshdan agarda kam staji bo'lgan hollarda, demak, qonun bo'yicha pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. Lekin 55 yoshga to'lganlarida, ish stajiga ega bo'lmagan hollarida ham inson ijtimoiy himoya markazlari tomonidan ularga nafaqalar tayinlanishi mumkin. Ayrim fuqarolarimizdan ham savol kelib tushadi. Men pensiya yoshiga yetmadim, 58 yoshdaman yoki 53 yoshdaman. Ayollarimizdan ham kelib tushgan savollar bor. Muddatidan oldin pensiyaga chiqishim mumkinmi? Bu qanaqa tartibda amalga oshiriladi deb savollar kelib tushadi-da. Shuni tartibini ham tushuntirib bering. Demak, fuqarolarga demak, muddatidan oldin pensiya tayinlash ham qonunchilikda nazarda tutilgan. Ya'ni shu fuqarolarni davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 14-moddasida korxona tashkilotlarida ish o'rinlari qisqarishi, ya'ni shtatlar сокращение shtat deyiladi, qisqarishi yoki korxona tashkilotlarining tugatilishi munosabati bilan shaxs ishdan ozod etilishi yoki ishsiz deb e'tirof etilgan hollarda muddatidan oldin, ya'ni erkaklar 58 yoshdan 25 yillik ish stajiga ega bo'lishlari va ayollar 53 yoshda to'lganlarida 20 yillik ish stajiga ega bo'lganlarida muddatidan oldin pensiya olishlari mumkin. Bunda lekin ularni ishsiz deb e'tirof etish tuman shahar bandlikka ko'maklashish markazlari tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda ishsiz deb e'tirof etilgan ma'lumotnomalar asosida pensiya tayinlanadi. Demak, bu fuqarolarimiz ish o'rinlari qisqargan hollarda ishdan ozod etilganda va mana shu qonunda belgilangan yoshlarda to'g'ri kelgan hollarida bevosita shu birinchi navbatda tuman shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish markazlariga murojaat etib, o'zlariga tegishli bo'lgan haqiqatdan ishsiz ekanliklarini tasdiqlaydigan ma'lumotnomani taqdim etishlari shart bo'ladi.